2 nafar SCP tadqiqotchisi maxsus kamerani ochadi va hayratdan qotib qoladi. Ular oldida yotgan narsa go'shtdan yasalgan ulkan bir to'da edi. Bir-biriga qarashadi. Bu nima balo o'zi? Atrofini aylanib har tomonlama ko'zdan kechirishadi. Nihoyat ulardan biri qo'lini tekkizib ko'rishga jur'at qiladi. Issiq ekan, hattoki biroz qimirlayotgandekmi? U ehtiyotkorlik bilan quloqni qo'yib tinglamoqchi bo'ladi. Biroq go'shtni kutilmaganda titrashi uni shartda ortga sakrashga majbur qiladi. Shu payt sherigi boshqa tomondan nimanidir ko'rib uni chaqiradi. U yaqinlashgach, sir nihoyat oshkor bo'ladi. Bu ulkan go'sht to'dasining qoq o'rtasida eshik bor edi. Qalin metal lyuk, hatto maxsus klapan bilan yopiladigan turdan. Va eng qizig'i eshik ochiq. Endi ular chindan ham sarosimada. Ulkan tirik go'sht to'dasi allaqachon g'alati edi. Lekin ichkariga kirish mumkinligicha. Tadqiqotchilardan biri eshik ichiga mo'ralaydi. U joyda divan ko'rinib turibdi. Yana stol ham bor. Nahotki kimdir shu yerda yashaydi. Ular yuqoridagi kuzatuv oynasi tomon qarashadi. Rahbarlari ularga tikilib turardi. Bir soniya ham o'ylamay bosh irg'iydi. Tushunarli, kimdir ichkariga kirish kerak. Faqat bu kim bo'ladi? Masalani hal qilishning eng ilmiy usuli qo'llaniladi. Tosh, qaychi, qog'oz o'yini. Bir tadqiqotchi yutqazadi va azobli ohangda ichki bir nola qiladi. SCP jamg'armasida ishlash har xil g'alati va qo'rqinchli hodisalarga tayyor turishni anglatishini bilardi. Lekin go'shtli kapsulaga kirib ketish rejasida yo'q edi. Sherigi lyukni to'liq ochadi va unga yordam qo'lini cho'zadi. Orqaga yo'l yo'q. Tadqiqotchi nafasini ichiga yutib, ichkariga qadam qo'yadi. Ichkarida havo issiq, dim va nam, xuddi 6 oy davomida shamollatilmagan sport zaliga tushib qolgandek edi. U oldinga yurib, ko'zi o'rganishi bilan kichkina, ammo shinam xonada turganini tushunadi. Stol ustida kichik chiroq yoritib turardi. Xonada oddiy mebellar, bir divan, kichik kravat bor edi. Sherigi tashqaridan baqirib so'raydi: "Ichkarida nima bor?" U javob berish uchun orqaga buriladi va eshik qars etib yopiladi va tamom. Nega kino sharhlar, qo'rqinchli animatsiyalar va Arnoldning sarguzashtlari kam chiqayotganini bilmoqchimisiz? Bo'lmasa eshitib oling. Shirin olma ekan. O'zbekcha kontentlarga YouTube pul bermasdi. Shu sabab biz Amerikan kanallarini yurg'azib, bir videodan hattoki $500 gacha daromad olyapmiz. Eng zo'r tomoni, umringizni oxirigacha bu videolar sizga soqqa to'laydi. Mayda Amerikan kanallar sizga oyiga $300 dan $500 gacha daromad olib keladi. Lekin 10 ta bo'lsa-chi, kalkulyatorga solib ko'ring. Buni siz ham qila olasiz. Nima kerak deysizmi? Oddiy telefon bo'lsa bas. Ingliz tilini esa bilish shart emas. Shunchaki bizning Telegram kanalimizga o'ting, tekin darslarni va YouTube'da kanal yurg'azib, soqqa bosishni o'rganing. Qulf o'z-o'zidan aylanib zich yopiladi. Ichkaridagi tadqiqotchi eshikni ochishga urinadi, lekin iloji yo'q edi. Tashqaridagi sherigi hayajon bilan baqiradi, savollar beradi. Ichkaridan esa faqat bo'g'iq qichqiriqlar keladi. Tadqiqotchi bor kuchi bilan qulfni burashga harakat qiladi, lekin eshik siljimaydi. Shu payt go'shtli narsani ichidan g'alati ovozlar, g'urillashlar va ho'l shalob etish eshitila boshlaydi. To'satdan qulf o'zidan o'zi bo'shab ketadi va tadqiqotchi ortga yiqiladi. Eshik ohista ochiladi. Ichkaridan issiq havo zarbasi kelib, uning sochlarini orqaga uchiradi. U chuqur yutinib ichkariga mo'ralaydi. Sherigi g'oyib bo'lgan edi. Buncha tovushdan keyin yana nima ham kutish mumkin? Xona esa deyarli o'zgarishsiz. O'sha divan, stol va kravat joyida turibdi. Lekin endi yana yangi bir narsa ham bor edi. Divanning qarshisida ilgari hech narsa bo'lmagan joyda endi kichik televizor turardi. Bu g'alati tuyulishi mumkin, ammo bu SCP boshqarmasi uchun odatiy kun edi. Bu yerda anomal obyektlar va mavjudotlar o'rganiladi va nazorat ostiga saqlanadi. Bu SCP-002 yoki tirik xona nomi bilan tanilgan. SCP-002 ulkan o'simtaga o'xshash tirik go'sht massasidan iborat anomaliya. Uning shakli taxminan sferik bo'lib, diametri 15 metrdan oshadi va umumiy hajmi 60 kub metrga yaqin. Tashqi yuzasining bir tomonida eski suvosti kemalarda uchraydigan temir lyuk mavjud. Bu lyuk SCP-002 ichki qismiga olib boradi. Ichkariga kirgan odamlar u yerdan sodda tor studiya kvartirasiga o'xshash xona topadilar.
Mebellar va hatto kichik deraza ham bor. G'alati tomoni shundaki, SCP-002 tashqi tomondan hech qanday deraza yoki teshikka ega emas. Faqatgina temir lyuk mavjud. Ichkaridagi mebellarning o'zida hech qanday anomaliya kuzatilmagan. Lekin teshiklar shuni ko'rsatadiki, ular inson suyagi, soch tolalari va boshqa biologik materiallardan yasalgan. DNK tahlillari shuni ko'rsatadiki, ushbu mebellarning ba'zilari SCP-002 ichida yo'qolgan tadqiqotchilarga tegishli bo'lgan. Bugungi kunga qadar SCP-002 7 nafar xodimning g'oyib bo'lishiga sabab bo'lgan. Shu bilan birga, uni SCP boshqarmasi nazorat ostiga olinganidan beri xonaga qo'shimcha mebellar paydo bo'lgan, jumladan 2 lampa, gilam, televizor, radio, divan, 3 ta noma'lum tilda yozilgan kitob, 4 ta bolalar o'yinchoqlari va kichik gulqog'oz. Turli xil tajribalar o'tkazilib, insondan boshqa tirik mavjudotlar SCP-002 ni faollashtira oladimi yoki yo'qligini sinovdan o'tkazilgan. Tajribalar uchun shimpanze kabi inson DNKsiga yaqin bo'lgan laboratoriya hayvonlari tanlangan, ammo ular hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Shuningdek, inson jasadlari ham sinovdan o'tkazilgan, lekin ular ham SCP-002 ni harakatga keltirmagan. SCP-002 faqat tirik inson mavjud bo'lganda ishga tushishi aniqlandi. Kelib chiqishi: SCP-002 Portugaliyaning shimoliy qismida topilgan. U yer orbitasidan tushayotgan noma'lum obyekt sifatida qayd etilgan. Kichik bir kraterning tubida joylashgan SCP-002 tashqi tomoni qalin tosh qobiq bilan qoplangan edi. Biroq meteoritning ta'siridan hosil bo'lgan yoriqlar orqali uning tirik go'shtdan iborat ekanligi aniq ko'rinardi. Mahalliy dehqon birinchi bo'lib ushbu obyektni osmonda ko'radi va u qishloqqa borib boshqalarga xabar beradi. Shu paytda hududda joylashgan SCP boshqarmasi 4-darajali agenti radioaktiv darajasining oshganini payqab, uning manbasi krater ekanligini aniqlaydi. Shundan so'ng general Mulhausen boshchiligidagi maxsus SCP qo'shini obyektni nazorat ostiga olish uchun yuboriladi. Dastlabki sinovlar uchun mahalliy qishloq aholisi orasidan 3 kishi SCP-002 ichiga yuboriladi. Ularning barchasi g'oyib bo'ladi. Bu obyektning o'ta xavfli ekani tasdiqlangach, general Mulhausen darhol 4A darajali yo'q qilish buyrug'ini beradi. Bu esa barcha guvohlarning yo'q qilinishini talab qilardi. Shunda ma'lumot tashqariga chiqmasdi. Shundan so'ng SCP-002 SCP boshqarmasining maxsus saqlash markaziga ko'chiriladi. Biroq obyektni ko'chirish paytida 4 nafar qo'riqchi sirli ravishda SCP-002 tomonidan gipnoz qilinib ichkariga kirishadi va g'oyib bo'lishadi. Shu paytdan boshlab SCP-002 yuqori xavf darajasiga ega anomaliya sifatida maxsus kuzatuv ostiga olinadi. Bu hodisa SCP-002 ning yashirin ong nazorati kuchiga ega ekanligini ilk bor ko'rsatadi. U insonlarni o'z ichiga kirishga undash qobiliyatiga ega edi. Shu yo'qotishlardan keyin har safar kimdir ichkariga yo'qolganida SCP-002 yangi model o'stirayotgani seziladi. Bunday xatolardan so'ng general Mulhausen barcha xodimlarga SCP-002 bilan ishlashda xizmat himoya kostyumlarini kiyishni buyuradi. Generalning o'zi yo'q qilingandan keyin SCP-002 maxfiy saqlash muassasasiga joylashtiriladi va shu kungacha u yerda nazorat ostida turibdi. SCP-002 inson hayoti uchun doimiy tahdid solgani, ichkariga kirganlarni yo'q qilishi va ong nazorati qobiliyatiga ega ekanligi sababli u Euclid klassifikatsiyasiga kiritilgan. Saqlash choralari: SCP-002 doimiy ravishda elektr quvvatiga ulangan bo'lishi kerak, chunki bu uni passiv holatda ushlab turadi. Agar elektr ta'minoti uzilsa, yaqin atrofdagi barcha xodimlar darhol evakuatsiya qilinadi va obyekt joylashgan xona favqulodda muhrlanadi. Quvvat tiklangandan keyin SCP-002 ichida ultrabinafsha va rentgen nurlari chaqnatiladi. Bu uni qayta quvvatlanish holatiga olib keladi. SCP-002 bilan ishlayotgan tadqiqot jamoasi hech qachon 2 kishidan kam bo'lmasligi kerak. Xodimlar doimiy jismoniy aloqani saqlashi kerak. Shunda ular yo'qlik hissi, tartibsizlik yoki xiralashgan fikrlash holatlariga tushib qolmasliklariga ishonch hosil qilishadi. 3-darajadan past ruxsatga ega bo'lgan har qanday xodim SCP-002 yoniga yaqinlashtirilmaydi. Obyekt bilan bevosita aloqada bo'lgan har qanday xodim kamida 5 kilometr uzoqlikka kuzatib qo'yiladi va 72 soatlik karantin va psixologik tekshiruvdan o'tkaziladi. Hali ham sir saqlanayotgan SCP-002
SCP-00 SCP boshqarmasi bazasiga eng eski anomal obyektlardan biri, lekin hali ham to'liq tushunib yetilmagan. Bir kuni kelib uning asli tabiati va nega Yer orbitasiga tushgani aniq bo'lishi mumkin. Kimdir uni bizni topish uchun jo'natdimi? U o'z irodasi bilan bu yerga keldimi? Yoki biz uni o'zimiz tashqariga chiqarib uzoqda saqlashga harakat qilganmizmi? Bularning barchasi hozircha jumboq bo'lib qolmoqda. Endi borib Dr. Bobning fayllardan yana bir voqeasini tomosha qiling va biz ungacha SCPni boshqa fayllarni siz uchun tayyorlaymiz. Aytgancha mehnatimizni qadrlab, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.